Assalomu alaykum, hurmatli Rahman FX kanalining a'zolari. Bilaman anchadan beri darslik qo'ymaganim uchun ancha sog'ingansizlar. Men ham o'ylab qarasam sog'inibman darslik qilishni. O'shaning uchun bugun sizlar bilan anchadan beri kutilgan Candle Range Theory, ya'ni CRT darsligini boshlaymiz. Demak, ko'rib turganinglar bu CRT ni eshitgan bo'lsanglar kerak anchadan beri Twitterda, ya'ni Xda yoki bo'lmasam O'zbekistonda ham ko'pchilik ba'zi bir treyderlarimiz CRT bilan ishlashadi. CRT o'zi nima? CRT qanaqa ishlaydi degan savollarga mana shu darslikda javob olasizlar. Boshidan aytib qo'ymoqchiman, bitta darslik bilan to'xtab qolmaydi CRT. Xudo xolasa, bugungi darsligimiz CRT ga kirish, CRT o'zi nima? CRT ning o'sha asosiy narsasini tushunib olish bo'ladi. Undan keyingi chiqadigan darsliklar bo'lsa, CRT ning yana kerakli bo'lgan har xil narsalar haqida gaplashib o'tamiz. Okay? Xo'p, demak, unaqa bo'lsa, sizlar bilan boshlaymiz. Demak, CRT, Candle Range Theory, ya'ni candle endi o'zbekchaga qanaqa tarjima qilinadi? Sham deb olamiz. Shamni rangeini, ya'ni diapazonini teoriyasi deb olsak bo'ladi. O'zbekchaga tarjima qilsak sal g'alatiroq chiqadi, o'shaning uchun iloji boricha inglizchada gaplashib ketamiz hamma narsani. Bu darslik o'rtoqlar ko'rayotgan bo'lsangiz, agar buni qachondir keyinroq ko'rayotgan bo'lsangiz, Rahman FX YouTube kanalida hech qanaqa to'lovlarsiz tekinga qo'yildi bu darslik. Bundan keyingilari ham xuddi shunaqa bo'ladi. Demak, unda boshlaymiz. Xo'p, CRT ni o'rganishdan oldin o'rtoqlar, biz eng kerakli narsa candle o'zi qanaqa ishlaydi, ya'ni sham o'zi qanaqa ishlaydi. Shamni qanaqa hosil bo'lishi, ya'ni candle qanaqa hosil bo'lishini bilmasdan turib, umuman tradingda mana bu ekraningizda ko'rib turayotgan candle, ya'ni switchani yoki shamni o'zingizga qulaylikni ishlataverasizlar. Qanaqa ishlashini bilmasdan turib trading qilish, menimcha bu yaxshi narsa emas. Bu narsani bilishimiz kerak. Qanaqa ishlashi, qanaqa formatda ochiladi, qanaqa formatda yopiladi, shu narsalarni yaxshilab bilib olishimiz kerak. Chunki bu juda ham muhim narsa. O'shaning uchun birinchi o'rinda sizlar bilan qanaqa ishlashini haqida gaplashib o'tamiz. Ya'ni open, low, high, close degan narsa bor. Bu hozir bullish candle, ya'ni sizlarning trading viewinglarda bu yashil candle bo'layotgan bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Ya'ni narx o'sgandagi candle. Bullish candle, ya'ni open, low, high, close. Candleda 4 ta qismi bo'ladi, 4 ta joyi bo'ladi. Birinchisi open, ya'ni candle ochilishi, ikkinchisi low, ya'ni candle minimum nuqtasi, uchinchisi maksimum nuqtasi, to'rtinchisi candle yopilishi, to'g'rimi? Time frame'ga bog'liqda. Hop, mana hozir aytganimdek, candle ochilish nuqtasi mana bu zonamiz bo'ladi o'rtoqlar. To'g'rimi? Mana bu zonamiz candle ochilish nuqtasi, ya'ni candle o'sha mana bu switchamiz. Bu любой time frame'da bir xil, bilasizlar bu narsani. 1 minutlik time frame deb oladigan bo'lsak, demak 1 minutlik time frame'imiz 1 minut boshlanganida mana bu ochiladi, narx pastga manipulyatsiya qiladi, to'g'rimi? Ya'ni candle minimum nuqtasini hosil qilish uchun, ya'ni bilasizlar ICTda juda swing deyiladi bu narsa, to'g'rimi? Juda swing hosil qilib, candle minimum nuqtasi hosil bo'lgandan keyin narx tepaga maksimumga ketadi, candle maksimum nuqtasi hosil bo'ladi va ana undan keyin candle yopiladi. Ya'ni 1 minut tugaganda candle yopiladi. 1 minutlik candle'imiz yoki 5 minutlik yoki 1 soatlik yoki 1 oylik yoki 1 kunlik farq yo'q. Любой time frame'dagi candle'imiz yopiladi. Demak, bu o'suvchi candle, to'g'rimi? Bu candle'imizni ya'ni anaqa nima deydi, hosil bo'lish anaqasi jarayoni mana bu ko'rinishda bo'ladi. Ko'rib turganinglar, mana bu to'rtburchakning ichidagi mana shu candle, aytaylik bu 1 soatlik candle deb oladigan bo'lsak, 1 minutlik time frame'da narx mana bunaqa holatda bo'ladi. Ya'ni bu mana candle ochilish nuqtasi, narx ochildi, manipulyatsiya qilyapti, juda swing qilib candle minimum nuqtasi hosil bo'ldi va ana undan keyin hozir mana candle tepaga qarab maksimumi hosil bo'ldi. O'rtoqlar, soatimga qarayotganimga sabab telefonim yozyaptimi yo'qmi ko'rib olyapman, chunki telefon kelib qolsa yoki nimadir bo'lsa pauza bo'lib qolishi mumkin, o'shaning uchun bir qarab qo'yaman, yozyaptimi yo'q deb. Okay. Xo'p, candle minimum nuqtasi, maksimum nuqtasi va candle qayerdadir yopildi. Bu xuddi mana shu candle kichkina time frame'da qanaqa ko'rinishi. Buni menimcha bilasizlar deb o'ylayman. CRT ni o'rganayotgan odam buni bilishi kerak. Bilmaydigan bo'lsanglar, mana shu kanalda yoki boshqa kanallarda candle qanaqa hosil bo'lishi, men adashmasam boshida darsga qo'ygan, o'sha darsdan ko'rib bo'lgan bo'lishlarini maslahat beraman. Okay.
Xo'p, demak, endi candle'ni hozir bo'lishini o'rgandik, ya'ni o'suvchi candle o'rgandik, yashil candle o'rgandik. Endi qizil candle, bu menda hozir qora. Ya'ni endi bunda candle'da open, high, low, close bo'ladi. Undan oldingi candle'da open, low, high, close edi, to'g'rimi? Ya'ni ochilishi, maksimumi, minimumi, yopilishi. Ya'ni candle ochiladi, maksimum yaratadi, minimum yopiladi, to'g'rimi? Xo'p, bunga qaraydigan bo'lsak, mana bunda ochilish nuqtasi, ya'ni tushuvchi candle'da ochilish nuqtasi mana bu zona, maksimumi mana bu, uch mana bu, ya'ni minimumi. Uzr. Mana bu candle maksimum nuqtasi deb qo'yibman, xatolik bo'libdi, uzr. Minimumi bo'lishi kerak bu. Candle minimum nuqtasi va candle yopilish nuqtasi. Demak, 4 ta qism. Ochilish, maksimum, minimum, yopilish. Okay, tushundinglar, to'g'rimi? Bu endi kichkina time frame da, ya'ni hozir aytganimizdek, mana bunaqa holatda bo'ladi. Ya'ni ochilish nuqtasi candle maksimumni hosil qiladi, juda swing, undan keyin candle minimumni hosil qilib, keyin candle yopilish nuqtasi bo'ladi. Okay. Bo'ldi. Endi o'rganib oldik degan umiddaman. Bitta qisqacha takrorlab oldik candle'lar qanaqa ishlashini. Endi sizlar bilan CRT boshlaymiz. CRT o'zi nima? CRT bu ingliz tilida tarjimasi, o'zi o'zbekchaga hozir tarjima qildik. Candle Range Theory. Theory bu teoriya degani. Ya'ni teoriya o'zbekcha nima bo'ladi? Tushunchami, konsepsiyami, nimadir bo'ladi? Bilmayman to'g'risi aniqini. Hozir kelmayapti. Candle'lar range bilasizlar nimaligini? Range'ini teoriyasi. Ya'ni mana bu candle, bitta candle oladigan bo'lsak, ya'ni bizda candle minimumi bor va maksimumi bor, to'g'rimi? Bitta candle oladigan bo'lsak. Xuddi mana shu minimum bilan maksimum bizga range bo'lib beradi. Bitta candle minimum bilan maksimum range deb olamiz va bu o'suvchida, mana bu qora endi tushuvchida. Ya'ni minimum maksimum farqi yo'q, ikkalasi ham range, to'g'rimi? Endi CRT qanaqa hosil bo'ladi degan savolga candle o'sha range'ini maksimumi, minimumni ko'rib oldik, to'g'rimi? Va nima bo'ladi? Ikkinchi candle'imiz mana bu candle birinchi candle'dagi maksimumdagi mana bu tepadagi buy side'ini yechadi. Buy side yechildi. Ana endi uchinchi candle'imizda biz savdoga kiramiz. Ya'ni nima qilib? Mana bu birinchi candle'imizni minimumini, ya'ni qarama-qarshi tarafdagi range minimumini target qilib kiramiz uchinchi candle'da. Tushunyapsizlar? Demak, o'z-o'zidan biz 3 ta candle'da, CRT 3 ta candle'da hosil bo'lar ekan. Ko'p hollarda, lekin 4 ta 5 ta candle'da ham hosil bo'lgan joylari bo'ladi. Buni hozir chartda gaplashganimizda ko'ramiz. 3 ta candle asosiy bizga hosil bo'ladigan candle'larimiz va bu candle'imiz PDRA da hosil bo'lishi kerak. Ya'ni order blockga kelganida, FVG ga kelganida, ya'ni fair value gap, to'g'rimi? Inbound zonaga kelganda, любой narx reaksiya olishi mumkin bo'lgan zonaga kelganida bizda mana shunaqa holat bo'ladi. Har doim bo'ladi bu narsa. Shu narsani 3-chi candle'da sizlar bilan savdoga kirishni o'rganamiz. Ya'ni biz doim 3-chi candle'da savdoga kiramiz. Birinchi candle'ni kutamiz, ya'ni range order block turibdi deylik. Hozir trading view ochganimizda yana qilamiz. Buni prosta tushuntirib ketyapman. Birinchi candle hosil bo'lishini kutamiz, ikkinchi candle yopilishini kutamiz, uchinchi candle'da savdoga kiramiz. Bu любой time frame'da bir xil, to'g'rimi? Okay, endi bu anaqa nima deydi? Men bu chartda qanaqa ko'rinadi degan anu bo'ladigan bo'lsa, faraz qiling, mana bu 3 ta candle'imiz bu 4 soatlik candle'larda bo'ladigan bo'lsa, 4 soat, 4 soat, 4 soat. Ya'ni bu degani 3 ta sessiya degan, to'g'rimi? London yoki bo'lmasam Asian range Osiyo demoqchi edim, uzr. Osiyo, London, New Yorkda bo'ladigan bo'lsak, 3 ta range'imiz, 3 ta sessiyamiz, to'g'rimi? Okay, endi bunday qilib qaraydigan bo'lsak, bu kichkina time frame'da, ya'ni trading view'da chartda o'zi aslida qanaqa ko'rinadi? Mana bu holat. Mana bu birinchi candle'imiz, mana bu ikkinchi candle'imiz, mana bu uchinchi candle'imiz. Demak, sizlar bilan bundoq qaraydigan bo'lsangiz, ICT'da power of 3 degan narsani bilasizlar. Accumulation, manipulation, distribution degan narsa bor. Buni bilamiz hammamiz, to'g'rimi? Demak, bu CRT o'zi mana shu 3 ta kuch, ya'ni manipulyatsiya va distribution anaqasida hosil bo'lgan. Shuni orqasida fonda mana shu narsa bor. Ya'ni doim biz manipulyatsiyani o'tkazib yuborganimizdan keyin distributionda kiramiz, ya'ni 3-chi candle'da kiramiz. Va ko'rib turganinglar, mana bu joydagi holat, birinchisi
akkumulyatsiya. Bu ko'p payti Asian range, Asian sessiyada bo'ladi yoki bo'lmasam London Killzone'da bo'lishi mumkin. Endi vaqtni qanaqa qo'shishi sizlar bilan keyingi darsda o'rganamiz, lekin hozircha mana shu. Demak, biz ikkinchi candle'imiz doim manipulyatsiya bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, narx mana ochilyapti, manipulyatsiya qilyapti va birinchi candle'imizni range'dagi buy side'larni yechgandan keyin narx tushyapti-da. Keyin uchinchi candle'imiz ochilishini kutamiz-da. Uchinchi candle'imizni keyin mana bu joylarda biz pozitsiya qidiramiz. Targetimiz qaysi bo'ladi? Birinchi candle'imizni minimumi bo'ladi. Mana bu zona bo'ladi. Mana minimumni target qilib biz sizlar bilan pozitsiya qidiramiz. Bu mana umuman olib qaraganda CRT mana bu ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni bu tushuvchi CRT, ya'ni bearish CRT, mana bu o'suvchi CRT, ya'ni bullish CRT. Tushuvchi CRTimiz mana bu birinchi candle'lar range'ini maksimumini yechgandan keyin ikkinchi candle. Uchinchi candle'da mana bu qora candle'da sizlar bilan sell pozitsiya qidiriladi. Birinchi candle'ni minimumini target qilib. O'suvchi CRTda bo'ladigan bo'lsa, ya'ni bullish CRTda bo'ladigan bo'lsa, mana bu birinchi candle'imiz range'ini ikkinchi candle sweep qilib, esimizdan chiqizmasligimiz kerak bo'lgan narsa, ikkinchi candle'imiz birinchi candle range'ini sweep qilgandan keyin qaysidir tarafini ichida yopilish kerak, tanasi bilan. Mana bu tanasi bilan ichida yopilish kerak. Ichida yopilmasa hisob emas. Tushunarli? Ichida yopilmasa hisob emas. O'shaning uchun biz ikkinchi candle yopilishini kutamiz. Hech qachon ikkinchi candle bo'ldi, birinchi candle range maksimumi yoki minimumini sweep qildi. Ana endi kirsak bo'ladi degan narsa yo'q. Biz ikkinchi candle yopilishini kutib, ikkinchi candle tasdiq beradi. Uchinchi candle'imiz ochilganda, ya'ni candle deganda shamni nazarda tutaman, switchni nazarda tutaman, tushunyapsizlar degan bittaman. Uchinchi candle keyin o'sha ochiladi. Mana bu sal boshqacha bo'lib qolibdi, uzr. Mana teparoqda bo'lish kerak edi. Sal xatolik bo'lib qolibdi. Demak, bu mana shu CRT ni umuman oddiy qilib tushuntirganda CRT mana shunaqa holat. Endi hozir chartga qaraymiz o'rtoqlar sizlar bilan. Xo'p, endi mana hozir ko'rib turganinglar, bu prosta chart, Euro USD ni kulli time frame'dagi charti, grafigi. Sizlar bilan endi hozir o'rgangan narsalarimizni CRT ni chartda qanaqa ko'rinishini topishga harakat qilamiz o'rtoqlar. Demak, kulli time frame, bu CRT любой time frame'da hosil bo'ladigan narsa, lekin iloji boricha katta time frame'da ishlatiladi. Ya'ni yo'nalishni topib olish uchun bitta qurol qilib ishlatiladi, to'g'rimi? O'zini time frame'lari bor. O'zini time frame'lari haqida ham hozir gaplashamiz. Xo'p, demak, ko'rib turganingizdek, kulli time frame'ga e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, mana Euro USD ni kulli time frame'damiz, hech qanaqa analiz, hech narsa yo'q, to'g'rimi? Va e'tibor beramiz. Hozir biz sizlar bilan ko'rgan narsamiz bo'lganmi, yo'qmi, shuni topishga harakat qilamiz. Prosta bundoq candle'ga qarab. Demak, birinchi meni ko'zimga tashlangan narsa hozir CRT bo'lgan joy men uchun mana bu bo'ldi mana. Mana bu candle'imizni yaxshilab e'tibor beradigan bo'lsak, mana bu candle'ga e'tibor bering. Ya'ni 16-sentyabrdagi seshanba kuni hosil bo'lgan candle, mana kulli time frame'dagi candle, okey. To'g'rimi? Mana shu candle'imiz mana. Narx shu candle'imizni keyingi kuni mana sweep qildi, to'g'rimi? Va tanasi bilan ichida yopilyapti, mana bu yopilyapti. Demak, o'z-o'zidan mana bu candle'imizni ko'ryapsizlar, mana tanasi bilan ichida yopilgandan keyin uchinchi candle'imiz nima bo'lyapti? Uchinchi candle'imiz manipulyatsiya qilib turib, tepaga chiqib, undan keyin mana bu birinchi candle'imizni minimumini olgani tushyapti, ya'ni sell side'ini olgani tushyapti, to'g'rimi? Mana shu holat bu CRT bo'ladi. To'g'rimi? Okey. Keyingi holatimiz bo'yicha qaraydigan bo'lsak, mana bu yerda ko'rishimiz mumkin bo'lgan narsa, misol uchun mana bu bo'lishi mumkin. To'g'rimi? Bu mana bu yerda o'zi tanasini yechib qo'yibdi, lekin ichida yopilgani uchun biz narxi yana ham teparoqga chiqishini ko'rsak bo'ladi. Bu ideal CRT bo'lmaydi. Lekin keyingi CRTlarga qaraydigan bo'lsak, misol uchun mana buni ko'rishimiz mumkin. CRT juda ham ko'p joyda bo'lgan. Range maksimumi minimumni oladigan bo'lsak, mana narx mana ko'rib turibsizlar, mana bu yerda sweep qilgandan keyin, to'g'rimi? Tanasi bilan sweep qilgandan keyin tanasi bilan ichkarida yopilyapti. Mana bu range'imizni, mana bu candle'lar range'ini ichida yopilyapti, minimum bilan maksimum ichida. Va uchinchi candle'ga e'tibor bersangiz, ochilishi bilan manipulyatsiya qilib, keyin pastga qarab, xuddi mana shu candle'ni minimumini yechgani pastga qarab tushib kelyapti, to'g'rimi? Yana qaysi zonada ko'rishingiz mumkin bu narsani? Misol uchun mana bu yerda mana. To'g'rimi? Ya'ni mana bu candle'imizning range, mana maksimumi, minimumi va ikkinchi candle'imiz
birinchi candle minimumini yechyapti, sweep qilib tanasi bilan ichida yopilyapti. Mana bu yerda yopilgan bo'lsa, uchinchi candleimiz nima bo'lyapti? Uchinchi candleda biz savdoga kiramiz o'rtoqlar. Esinglarda, to'g'rimi? Uchinchi candleimiz ochilyapti-da, tepaga manipulyatsiya qilib pastga tushyapti. Mana bu holatda ko'rasizlar, haligida aytganimdek, 3 ta candleda, faqat 3 ta candleda hosil bo'lmaydi. 3-4 ta candlelardan keyin ham hosil bo'lishi mumkin CRT degan narsa bor, to'g'rimi? Mana bu o'sha narsaga misol bo'la oladi. Ya'ni biz mana buni ichida yopilganimizni bilamiz, sweep qilganimizni. Keyingi targetimiz mana bu range, mana shu candle maksimumini bilamiz va 3-candleimiz ko'ryapsizlar, anaqa qilmayapti, nima deydi? Tepaga puls bilan yetishmayapti. Bu qanaqa kunlarga to'g'ri kelishi mumkin? Bu yangilik bor kunlarga to'g'ri kelishi mumkin. Ya'ni bu juma kunga to'g'ri kelibdi. Dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma. Demak, o'z-o'zidan bilsak bo'ladi. Demak, seshanba kuni manipulyatsiya bo'lgan, chorshanba kuni o'sha manipulyatsiyani davomi bo'lgan, payshanba kuni marketda yangilik bo'lmagan va juma kuni qanaqadir muhim yangilikda narx puls bilan tepaga otib bergan. Mana shu qolsak bo'ladi, to'g'rimi? Mana ko'ryapsizlar, 4-candleda mana bu seshanba kundagi range maksimumni narx yechyapti. To'g'rimi? Mana bu joylarga e'tibor bersanglar, o'rtoqlar, bir xil joylarda to'g'ri aytishinglar mumkin. Mana bu holatda tanasi bilan tepasida yopildi, to'g'rimi? Tanasi bilan tepasida yopildi, lekin CRT bo'lib berdi-yu degan savolga, mana bu yerda CRT bo'lib berdi-yu, tanasi bilan tepada yopilgan bo'lsa ham degan savol berishingiz mumkin. Unaqa holat bo'ladigan bo'lsa, prosta bizni anaqa nima deydi, trading plan bo'yicha, ya'ni ko'rishimiz kerak bo'lgan narsalar tasdiqlab bo'lmaydi. Tasdiq bo'lmadi deb olamiz, bo'ldi, prosta savdo qilinmaydi, to'g'rimi? O'shaning uchun mana bunaqa holatlar bo'ladigan bo'lsa, bu bir marta o'xshab berdi degani keyingi safar ham o'xshaydi degani emas. O'shaning uchun bunga ishonib qolmaslik kerak iloji boricha. Xo'p, keyingi candlega e'tibor beradigan bo'lsak, mana bu yerga e'tibor beradigan bo'lsak, mana bu range'ini oladigan bo'lsak, mana bu kunimizni. Mana bu ikkinchi candleimiz range minimumini yechyapti va tanas bilan ichida yopilyapti. Mana bu range, to'g'rimi? Range ichida yopilyapti. 3-kunga e'tibor bering. 3-kun manipulyatsiya qilyapti-da, narx bilan tepaga keyin mana bu birinchi kunni range'ini yechgani tepaga qarab chiqib boryapti. To'g'rimi? Bu juda ham ko'p o'rtoqlar. Rosa ko'p joyda bo'lgan CRT. Mana misol uchun mana bu joyda bo'lgan. Mana e'tibor bersanglar, to'g'ri, mana bu yerga kelmabdi. Bitta narsa bor CRT da, birinchi target, eng asosiy target, eng yaqin target mana bu range 50% nuqtasi deb olgan joyi ham bor. Ya'ni ko'rasizlar, mana bu candle'imizni tepadagi range'ini maksimumini buzib o'tdi, to'g'rimi? Narx buzib o'tdi. 3-candle'da biz sizlar bilan sell ishlaymiz, to'g'rimi? Birinchi targetimiz sell kirgan pozitsiyamizda mana bu birinchi candle 50% bo'lar ekan. Mana misol uchun mana bundoq qiladigan bo'lsak, mana bundoq qiladigan bo'lsak, 50% sakordan yaxib qo'yaman. Mana 50%, mana ko'rib turibsizlar, narx 50% ga tushyapti-da, ana undan keyin tepaga qarab chiqib ketyapti. Demak, birinchi asosiy targetimiz candle 50% range va oxirgi targetimiz candle eng pastdagi range. Lekin men shu paytgacha sinab ko'rgan bo'lsam, o'sha CRT bilan analiz qilib, CRT bilan savdo qilib ko'rayotgan bo'lsam, ko'p hollarda mana bu 50% dan pastga tushyapti. Ya'ni mana bu pastdagi 100% mana bu range hammasini yechyapti ko'p hollarda. Mana bunaqa 50% dagi bo'lgan holatlar kamdan kam, lekin bu ham bizga bitta uni bersa bo'ladi. Ya'ni 50% ga kelganda narx bezuvkiga qo'yib qo'yishingiz mumkin, break evenga, to'g'rimi? Stop loss. Bunaqa narsalar juda ham ko'p. Misol uchun qaraydigan bo'lsak, ko'p joyda CRT bo'lgan. Juda ko'p joyda CRT bo'lgan. Bu narsa prosta o'sha ICT da o'rgangan manipulyatsiya, accumulation, manipulation, distribution. 3 ta kuchni bilasizlar. Power of 3 degan narsa bor. ICT da buni bilasizlar, o'rganganmiz hammasini. O'sha konsepsiya bilan dona qilingan. O'sha konsepsiyadan foydalanib hosil bo'lgan bitta metod, ya'ni yana bitta konsepsiya deb olsak bo'ladi. Endi Romeo degan odamni, bolani menimcha ana qilsanglar kerak, Twitterda ko'rgan bo'lsanglar kerak. Bu CRT ni founderi Romeo. Demak, o'sha bola mana shu Power of 3, ya'ni 3 ta kuch, 3 ta etap bor, bilasizlar, marketda hozir aytgandek, accumulation, manipulation, distribution.
o'sha anavi bilan hosil qilingan. Demak, bizda birinchi candleimiz accumulation, ikkinchi candleimiz manipulation, uchinchi candleimiz distribution bo'ladi. Bu ko'rib turgan edik. Rosa ko'p bo'ladi. Misol uchun endi tushunishinglar uchun hozirgi bo'layotgan Euro USD hozirgi bo'layotgan holatni analiz qiladigan bo'lsak, tushunganmisizlar yo'qmi bilish uchun. Mana misol uchun aytadigan bo'lsak, hozir mana qarayapmiz Euro USD oylik time frame'damiz. Men hozir ko'rib turgan narsam. Mana o'zim men Forex'da o'tganimga ayting. Mana Euro USD ga ko'radigan bo'lsanglar, demak oylik time frame'da mana bu sentyabr, avgust oyiga e'tibor bering. Avgust oyining maksimumi va minimumi narx mana hozir sentyabr oyi avgust oyining maksimumini svip qildi. Lekin bu degani bu CRT tasdiqlandi degani emas. Ya'ni oktyabr oyi, ya'ni yangi ochiladigan oktyabr oyi avgust oyining minimumini yechgani tushadi degan hozircha tasdiq yo'q. Nimaga? Sabab bizda sentyabr oyi hali tugagani yo'q, yopilgani yo'q mana bu candleimiz. Buni yopilishiga 12 soat qoldi. 12 soatdan keyin agar mana shu candleimiz, ya'ni sentyabr oyi oylik time frame'da sentyabr oyi tanasi bilan mana bu avgust oyini range'ini, ya'ni maksimumidan pastda yopilsa, ana o'shanda bizga oktyabr oyi avgust oyini minimumini target qiladi. Mana bu minimumini sell side yechgani tushadi degan bias tug'iladi bizda. Tushunyapsizlar? Demak, hozircha bu tasdiq emas. Endi sizlar bilan kunli time frame ga o'tib qaraydigan bo'lsak, kunli time frame da GU da CRT bo'ldi, adashmasam yaqinda, o'tgan kuni. GU ga qaraymiz. 4 soatlikmidi? Okay, 4 soatli. Mana o'tgan kuni juma kuni. Juma kuni ikkita pozitsiya berdi. Birinchisi sell, ikkinchisi buy. Umuman olib qaraganda men sell ishladim CRT bo'yicha, lekin buy pozitsiya ham berdi. Qanaqa berdi? Buy pozitsiya mana bu juma kungi holat mana. E'tibor bersanglar, narx mana bu yerda, mana olib turaman chalg'itmaslik uchun. Mana bu candle ga e'tibor bering. Bu candleimiz mana bu yerda eng yaqin sell side yechdi. Yetishga yaqin qoldi. Mana bu yerda eng yaqin sell side'imiz ham PDRA bo'la oladi, ya'ni muhim zona bo'la oladi, to'g'rimi? Demak, mana bu eng oxirgi sell side'imizni yechgani bu PDRA bo'la oladi. Mana bu sell side'imiz PDRA, to'g'rimi? Va narx o'sha PDRA ga kelishdan oldin nima qilyapti? Mana bu joyga yaxshilab e'tibor beringlar. Narx o'sha PDRA ga kelishdan oldin mana bu 4 soatlik candle'imiz hosil bo'lyapti, to'g'rimi? 4 soatlik candle hosil bo'ldi, lekin mana bu sell side'da mana hali yechmadi. Mana bu yerdagi sell side hali yechilmadi, PDRA ga hali kelmadi. Lekin keyingi candle'imiz nima qilyapti? Keyingi candle'imiz e'tibor bersanglar, mana bu yerda mana bu candle'ga e'tibor bering. Mana bu 4 soatlik candle, ya'ni o'zidan oldingi birinchi candle'imizning range'ini yechib, pastdagi sell side yechib, keyin nima qilyapti? Ichida yopilyapti tanasi bilan. Tanasi bilan ichida yopildi, bo'ldi. Uje bizga uchinchi candle'imiz, ya'ni mana bu candle'imizda biz buy pozitsiya qidiramiz. Target qat qilib, targetimiz mana bu joy bo'ladi deb. Buy side, to'g'rimi? Mana shu joyimiz buy side target bo'ladi deb biz buy pozitsiya qidirishni boshlaymiz. Va ko'rib turibsizlar, narx chiqib borgan, to'g'ri o'sha buy side ga chiqib borgan. 50% dan qaytib ketmagan. Buy side ga chiqib borgan. Nimaga chiqib borgan degan savolga javob. Savolga javob mana bu sell side'da mana ikkinchi candle'imiz mana shu sell side'ga kelyapti. Sell side yechildi, bo'ldi. O'sha PDRA ga keldi, muhim zonaga keldi narx. Tanasi bilan ichkarida yopildi. Demak, bo'ldi, biz uchun buy pozitsiyaga narx beryapti mana. To'g'rimi? Buy pozitsiya mana kelib, mana bu 4 soatlik candle'imizni range'ini maksimumini, ya'ni qarama-qarshi tarafidagi buy side'da yechyapti. Sell side'da yechib bo'ldi, tanasi bilan ichkarida yopilib. Men mana bu joyda ishladim. Eurodamidi-yu, GU-damidi? Euro deydi adashmasam. Euroda mana bu joyda CRT berdi. Juma kuni ko'rgan bo'lsanglar kerak. Mana bu CRT da ishladim men. Nima bo'ldi bu yoqda? Bu yoqda mana bu candle ga e'tibor bersangiz, mana bu ikkinchi candle'imiz tepasidagi CRT ni yechib, mana bu CRT ni mana bu yerga yechib, tanas bilan ichkarida yopildi. Va vaqt qo'shildi oraga, vaqt qo'shdik. 15 minutlik time frame tushadigan bo'lsak, 15 minutlik time frame da voy qani. Hozir 1 minut. Ko'rinadigan qilamiz-da, mana 15 minutlik time frame ga tushamiz. To'g'rimi?
15 minutlik time framega tushib qaraydigan bo'lsak, mana bunda holat bo'ldi. Mana bu holatida, ya'ni 4 soatlik candle'li CRT range mana bu tepasi yechdi, to'g'rimi? 3-candle'imiz ochilishini kutdik, 4 soatlik 3-candle'imiz va 5 minutlik time frame'da bizga pozitsiya berdi. Mana bu yerda. Mana bu bo'yicha mana e'tibor bersanglar, mana bu o'sha birinchi candle'imiz, 4 soatlik birinchi candle'imizni ikkinchi candle'imiz mana yechdi, mana bu joyda yechib, uchinchi candle'imiz ochilganda mana bu yerdagi imbalance zona, ya'ni BPR zonaga narx keldi, to'g'rimi? BPR zonadan yaxshi reaksiya olib ketdi уже. Mana shu joyda sell ochib, targetimiz qaysi zona edi? Targetimiz birinchi candle'li minimum nuqtasi, ya'ni 4 soatlikka o'tganimizda mana bu zona. Qayerga ketib qoldi? Mana bu candle'imizni kutdik, 3-candle'imiz ochildi. Ochildida narx pastga tushdi srazu, to'g'rimi? Pastga tushib, sell side'ni yechib, ya'ni mana bu range candle'lar range'ni minimumini yechib, keyin tepaga qarab ketishni boshladi. Bu yoqda ham lekin yana bitta CRT hosil bo'lgan. Qanaqa? Mana bu joyga e'tibor beringlar endi. Mana bu candle'ga e'tibor bering. Bu candle'imizning maksimumi bu, minimumi bu. Ikkinchi candle'imiz nima qildi? Ikkinchi candle'imiz tushib pastga CRT low, ya'ni minimumini, range minimumini sweep qilib, tanasi bilan ichida yopildi. To'g'rimi? Keyingi candle'imiz manipulyatsiya juda swing, pastga ozgina juda swing qildi-da, keyin birinchi mana bu candle'imizni maksimumini yechgani chiqib ketdi. To'g'rimi? Nimaga tepaga chiqib ketganiga sabab o'rtoqlar GU dagi holat. Ya'ni GU bilan yevro bilasizlar bir-biriga yaqin yuradi. Mana bu yerda CRT bo'lmagan, lekin mana bu tanasi bilan pastga yopilgan yevroda, to'g'rimi? Mana tanasi bilan pastga yopilgan. O'sha hisobiga men buy pozitsiya qidirmadim, to'g'risi sell dedim ko'proq. Mana bu sell side'ga tushadi deb o'yladim men, to'g'risi. Lekin CRT deb qaysi mana bu candle'ni anonsini target qildim. Mana bu agar tanasi bilan ichkarida yopilganida, unda mana bungacha buy deb mana bu buy ishlardik, to'g'rimi? Demak, CRT mana shu holatda bo'ladi o'rtoqlar. Ko'p paytlarda CRT yaxshi ishlab beryapti. Ayniqsa hozirgi marketdagi price actionda CRT juda ham chiroyli ishlab beryapti. Shuning uchun yaxshilab o'rganib, iloji boricha anaqa qilishinglarni maslahat beraman. Xo'p, hozirgi holat bo'yicha dollarda, yevroda mana misol uchun hozir men uchun mana bu CRT. Mana buni kunlik tahlilda ham aytdim, ko'rgan bo'lsanglar. Mana bu o'tgan hafta payshanba kunlik candle'li maksimumi bilan minimumi ni ichida narx turuvdi, to'g'rimi? Mana bu endi seshanba kunlik mana bu dushanba kuni CRT ni tepasiga yopildi tanasi bilan. Lekin pastga anaqa bermadi. Mana bu candle'imiz o'sha pastga tushib ketmadi. Mana bu candle'lar range'ini minimumini yechgani. Nimaga degan savolga javob, 1 oylik time frame'da biz hali ham mana bu tasdiqlangani yo'q. Time frame'i bor CRT ni degani, mana shu joyga yaxshilab e'tibor beramiz o'rtoqlar. MMXM time frame'ini menimcha esingizdan chiqizmagan bo'lsangiz kerak. MMXM, ya'ni market maker modelini time frame'larini esdan chiqizmagan bo'lsangiz kerak. O'sha bilan bir xil почти, sal farq qiladi. Ya'ni oylik time frame'dagi monthly bo'ladigan bo'lsa, ya'ni oylik time frame dagi CRT qaysi anaqada bo'ladi? Ya'ni pozitsiyani qaysarida ko'ramiz? Kunlik time frame. Kunlik time frame. Haftalik time frame'dagi CRT ni 4 soatlik time frame'da ko'ramiz. Kunlik time frame'dagi CRT ni 1 soatlik time frame'da ko'ramiz. 4 soatlik time frame'dagi CRT ni 15 minutlikda ko'ramiz, to'g'rimi? Va 1 soatlik time frame'dagi CRT ni biz 5 minutlikda ko'ramiz. 15 minutlik time frame'dagi CRT ni biz 1 minutlik time frame'da ko'ramiz. Mana shu bizni qoidamiz o'rtoqlar. Qoidani yaxshilab eslab qolish kerak, chunki
Bu juda ham muhim, to'g'rimi? Oylik time frame'dagi CRT kunlik time frame'da ko'rinadi. Haftalik time frame'dagi CRT 4 soatli time frame'da, kunlikdagi 1 soatlikda, 4 soatlikdagi 15 minutlikda, 1 soatlikdagi 5 minutlikda, 15 minutlikdagi 1 minutlikda. Buni nimaga aytib o'tyapman? Mana. Ya'ni bu degani, mana bu oylik time frame'da mana bu CRT ni kutyapmiz, to'g'rimi? Sentyabr oyining yopilishiga 12 soat qoldi. Bu yopilgandan keyin agar tanasi bilan yopilsa, mana bu sentyabr oyi, avgust CRT ni ichida yopilsa, gina keyin kunlik time frame'da bizga tasdiq bo'ladi. Nimaga tasdiq bo'ladi? Pastga qarab narx ketishiga, mana bu imbalans zona narx ushlab qolishiga tasdiq bo'ladi. Bu birinchi o'rinda. Va o'z-o'zidan kunlik time frame'da ham CRT hosil bo'ladi o'rtoqlar. Hozir hosil bo'lmayapti, lekin hozir bo'lish anaqasi ehtimoli kam, lekin mana bu ham CRT bo'lib qolishi mumkin. Ertaga xudo xolasa, lekin bugun emas. Mana bo'lib turib mana. To'g'rimi? Ya'ni bizda PDRA bor. Ya'ni muhim zonamiz mana bu imbalans zonamiz, to'g'rimi? Ertangi kungi candle'imiz, ya'ni kunlik time frame'dagi hosil bo'ladigan candle qanaqa holat bo'lishi mumkin? Ertaga mana holat bo'lishi mumkin mana. Mana bo'lishi mumkin. Ya'ni tanasi bilan mana bu candle'imiz tepada yopilib, kunlik time frame'dagi holat tepada yopilib, pastda yopildi mashina. Pastda yopilsa, mana bo'lib. Keyin undan keyingi 3-chi candle'imizni keyin pastga qarab qilsak bo'ladi. Pastga qarab ketadi deb analiz qilsak bo'ladi. Lekin hozir bizga tasdiq yo'q. O'shaning uchun iloji boricha kunlik tahlillarni o'rtoqlar ko'rib borishinglarni maslahat beraman. Har kun kunlik tahlil chiqazyapman. CRT ni aralashtirib, CRT ni qo'shib tahlil qilyapman. CRT ni o'rganmoqchi bo'lganlar mana shu kunlik tahlillarni ko'rib borsanglar bo'ladi. Qisqacha bo'ladi o'rtoqlar. Aytganimdek, bu CRT ni polniy CRT haqidagi darslik emas. O'zini modellari, CRT ni qanaqa savdoga kiriladi, qanaqa tasdiq olinadi savdoga kirish uchun, qaysi time frame'da savdoga kiriladi, o'sha narsalarni keyingi xudo xolasa keyingi darslikda ko'ramiz. Keyingi darslikda chiqishini xohlasanglar, like bosinglar, komment yozinglar. Bilaman o'shanda foydali bo'lgan bo'lsa, demak chiqaramiz. Foydali bo'lmagan bo'lsa, prosta vaqtinglarni ketkazgan bo'lsanglar, keyingi darsda chiqmaydi. O'shaning uchun kommentda foydali bo'lgan bo'lsa yozib, videoga like bosamiz. Agar sizga prop shot izlab yurgan bo'lsangiz, hozir ishlayotgan prop firma bu Funded Next. Mana shu videoning tagida silka bo'ladi, o'tib bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Charchamanglar, sizlar bilan xudo xolasa keyingisida ko'rishamiz. Hammaga omad.